Ra'fat tibbiy fakultetini bitirib bo'lgandan keyin shahar markazidagi ma'lum bir doktorxonaga 3 yillik praktik doktor bo'lib tayinlandi. Bu jarayonda u tog'asining diyonatli qizi bilan uylandi. 3 yil o'tgandan keyin u shahar markaziga nihoyatda uzoq bo'lgan ma'lum bir yezi doktorxonasiga yetkazib etildi. U buning uchun nihoyatda qayg'urdi. Bo'libmi ayoli yeziga birga ketishga qo'shilmagan vaqtda texmo ko'ngli yerim bo'ldi. U do'stlarining biridan nima uchun mushundaq ishlarning yuz beradiganligini so'raganda, do'sti mundaq deb javob berdi. Buning sababi bo'lsa, siz namoz o'qimaysiz. Ibodatlaringizga to'limi sal qaraysiz. Ra'fat do'stining bu so'zlariga uncha parvo qilib ketmadi. Shunda qilib, u yolg'iz holda yezi doktorxonasiga ko'chib keldi. U ishqa tushgan tunji oyda bemor dehqonlarning bu doktorxonani tashlab, qo'shni shahardagi doktorxonalarga eqib ketayotganligini ko'rdi. U buningdan hayron qolib, sababini aniqlab yurib, oxirida o'zining oldida kelgan bosh doktorning doktorlikni kishilarning yonchuqidagi pulni qo'lab oladigan kasbga aylantirib olib, kasal ko'zitish uchun kelgan bemorlardan hassilab ortiq pul oladiganligini bilib yetdi. Uning ustiga ular bakmo qo'pol bo'lg'ashqa, bu doktorxonadagilarni hamma kasallar yomon ko'rib, boshqa doktorxonalarga eqib ketayotgan ekan. Doktor Ra'fat bu ahvollarga xotima berish uchun kasallarga yaxshi muomala qildi va ko'yinib davoladi. Davolanish chiqimlarini azaytdi. Shuning bilan kasallar taraf-tarafdan bu doktorxonaga eqib kelishga boshladi. Doktor Ra'fat kishilarning o'ziga ishosh qilganligidan bakmo suyundi. Doktor Ra'fat ayoliga qo'lga keltirgan natijalarini xabar qildi hamda bu yerga kelib muvaffaqiyatlari bilan o'rtoqlashib birga yashashni o'tinib maktub yozdi. Biroq ayoli o'zini aytib rad qildi. Bir kuni qo'shni yezdan ma'lum bir kishi kelib, o'zining qo'shnisining xatarlik ahvolda ekanligini, mumkin bo'lsa uyiga berib davolab qo'yishni o'tindi. Doktor Ra'fat u yeziga borganda yezining hozirgi zamonaviy taraqqiyotdan hech qanday asiri yo'q. Yo'llarining egiz-past ekanligini ko'rdi. Kasalning uyiga kelganda bo'lsa, eshik tubidagi yo'g'on bir toshqa uzun bir og'amchi bog'lab qo'yilganligini ko'rib, hayron qoldi. Bir yotoq va tozaliq uydan shakllangan bu uyda a'mo bo'lib qolgan bir buvay yolg'iz yashaydi. Doktor uning kasalini ko'rib, yo'l yo'riq ko'zitib bo'lgandan keyin uningdan eshik oldidagi bog'lab qo'yilgan og'amchi haqida so'radi. "O'g'lim", dedi kasal buvay so'zidan oran tasti boshlab. "Bu og'amchining bir uchi uyimning eshik tubidan boshlansa, yana bir uchi masjidning darvozasiga tutishidi. Ko'zim bo'lsa ko'rmaydi. Hech bir yordamchim yo'q. Shunga men bu og'amchini tutib, har kuni 5 vaqt namoz uchun masjidga chiqaman. Namoz o'qib bo'lgandan keyin yana og'amchini bo'ylab uyimga kelib olaman. Siz bilasiz, o'g'lim, payg'ambar alayhissalom namoz dinning to'riki degan ekan. Yana payg'ambar alayhissalom mundoq degan ekan. Har qanday bir musulmon farz namoz vaqti kelib qolganda, tahoratni yaxshi elib, namozni o'lchamlik o'qisa, cho'ng gunohlardan boshqa hamma gunohlari mag'firat bo'lib ketadi. Bu ish har zaman shundoq bo'ladi degan ekan." Doktor Ra'fat bu so'zlarni anglab bakmo ta'sirlandi. Ko'zlariga liqqada yosh oldi. O'zining sog'-salomat turib namozga sal qaraganligidan ichindi. Istig'for aytib Allohga yolvordi. Tahorat elib xubdan namozini o'qidi. Gunohlarini kechirishni tilab Allohga ko'pdan ko'p duo qildi. Buningdan keyin 5 vaqt namozni tashlamay o'qish, boshqa ibodatlarga mu alohida ahamiyat berish va kasallarga texmo yaxshi muomala qilish uchun Allohga ahd berdi. Doktor Ra'fat doktorxonaga qaytib kelgandan keyin ayoli uningga telefon qilib, "Ati tushdan keyin yiningizda bo'laman. Sizning yiningizga yo'tkilishni qaror qildim", dedi. Alloh taolo mundoq deydi: "Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Har odam ati, ya'ni qiyomat kuni uchun yaxshi amallardan nimalarni tayyorlaganligiga qarasin. Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Sizlar Allohni unutgan, shuning bilan Alloh ularga o'zlarini unutildirgan kishilardek bo'lmanglar. Ana shular fosiqlardir."